İkinci partiyamizga akalar ona bolalarda mana bunaqa o'ta ham go'zallaridan, toza hisorlardan kelgan. Bularning ma'lumotini Doniyor akam o'zlaridan olamiz. Doniyor aka bular obunachilar yaxshimisizlar? Charchamay turibsizlarmi? Obidjon qo'ylarni xudo xolasa bir go'zallarni olib keldik, xudo xolasa. o'ta ham go'zallardan kelibdi akalar, xudo xolasa. Otanga rahmat deb qo'llab-quvvatlab tursa, xudo xolasa charchamaymiz. Xudo xolasa. Qadashga turish kerakda, bittadan like bosib tursa bo'ldi. Boshqalardan hech bo'lsa so'ramaymiz. Sizlardan bittadan like akalar. Bulardagi xudo xolasa qo'ylarni bitta egizagi bor. Qaysi bir egizak aka? Onalari 6 dona hozir bu yerda. 6 dona, 7 ta bola. Bitta egizakchi bor, mana shu yerda sariq, bolalari qo'chqor. Mana bu egizakchi akalar. Buni alohida qilib aytamiz buni. Buni bitta ketolmaydi. To'g'risi bitta qilib beray desak, syomkamiz ko'payib ketar ekan, o'shaning uchun bitta partiya qilib qo'ya qoldik. Buni bolasi sog'liq Obidjon. Xo'p, mana buni bolasi sog'liq. Sariq bolasi sog'liq. Onasini ham yoshini aytib ketamiz. 2 tish qo'yamiz, xudo xolasa. Mana akalar qo'ylarimiz. Qo'ylarni bitta 6 tish qo'y bor, mana shu ko'k qo'y 6 tish. Ikkinchi bolasi mana shu yonida turgan bola shuniki. Mana shuniki akalar mana. Xo'p. Mana bunisi-chi aka. Bu ham 2 tish Obidjon. Bu ham 2 tish. Yonida qo'y ham 2 tish. Bu ham 2 tish. Böyle tishkatta qo'y yo'q Obidjon. Bitta mana sarig'i 6 tish, bolalari qo'chqor egizakchi. Egizakchi akalar. Xulosa tanijoni sog', sinovda o'tilgan, yeb ichishiga bir haftaga garantiya beramiz. U joniga garantiya bermaymiz, yeb ichishlariga bir hafta garantiya beramiz. Yeb ichishlari o'zi akalar. Joni sog' qo'ylarda sinovda o'tilgan. Xudo xolasa yeb ichishlari zo'r akalar, birinchi, ikkinchi qoringa. Bolalari bilan xo'p. Narxlari-chi bularning endi Doniyor aka bular? Obidjon mana 5 ta ina bola bor. Mana akalar mana shu 5 ta. Bir joyga olsa 10,5 dan qilib beramiz. Bir joyga bo'lsa 10,5 million so'mdan. Birinchi, ikkinchi tug'ishi xolos qo'yiladi. Bir 3 tug'ish ichida qo'y yo'q bayda ichida. Aha. Egizagimiz bor, egizagimiz ham egizagimiz akalar. Bir joyga olishsa 12 million qilib beramiz Obidjon. Yo'lida Egizagimizni bu joy ko'p qo'yarga yo'qmiz. Ozgina foyda qilsa bo'lar bizga. Ikkala bolasi ham qo'chqor bular. Mana akalar, bolalariga ham e'tibor beringlar. Ozgina parvarish qilib oladi ekan ammo. To'g'risini aytmoqchi ozgina parvarish qiladi ekan janob. Endi ikkita bola bor hayotda. Oq yuz. Yuzlarini ham qarang, quloqlari ham butun go'zal, onalari ham. Yeb ichiga muammo yo'q yeb ichidan. Yeb ichishlari zo'r, xudo xolasa akalar, xudo xolasa. Bolalari ham zo'r, ikkalasi ham qo'chqorcha. Bo'ladigan narxi buni 12 million so'm. Bo'ladigan joyi 12 million so'm. Toshkentgacha. Toshkentga davr. Kelishilgan holatda Obidjon. Hop, bunda kelishiladigan joyi bor akalar. Qo'ylarni qarang, qo'ylarni. Mana bularni qarang akalar. Yo'qishi yo'q, ishlari mana hammasi yo'q. akalar, munchoqlarigacha mana bu qo'ylar. Qanaqasidan kerak akalar? Mana xohlasalar bunaqa hisori toza kashtallaridan bor ekan mana. Bollarining ham mana yaltirashini qaranglar akalar. Xudo xolasa qo'ylar o'ta go'zal. Yosh. E'tiboshlari ham o'ta badani ham kuchli qo'ylar Obidjon. Orig'i yo'q qo'ydi ichida. Xudo xolasa qo'ylar hammasi zo'r akalar. Yoqqan bo'lsa bittadan like bosib turasizlar mana. Yemasa ichmasa badani bunaqa bo'lmaydi. Ko'rishsa ham mayli. Kelib qilib lakasa tashlab beriladi, kelib ko'rib ko'zlarini ko'rib savdolashib olib kelsa ham yaxshi bo'ladi. Bemalol tepasida ham kera olasizlar akalar. Kelib lokatsiyalar tashlab beriladi. Mana egizaklarimizdan yuziga ham e'tibor berib qo'yinglar akalar. Qo'ylar xudo xolasa o'ta go'zal. Hop, bularning nech puldan oxir qadalgan joyi 5 dona bolam. 5 tani bir joyga olsa 10,5 dan qilib beramiz Obidjon. 10,5 million so'mdan Toshkentga davr dastavkasi bor. Ko'p qo'yganmiz, ozgina qo'yamiz, to'g'risini aytaverish kerak. Ozgina foyda qilsa beraveramiz. Go'zal onalari ham. Lekin tanlab olishga plus minuslari bor Obidjon. Ha, tanlab olsa kelishadigan joyi bor. Kelishilgan holat. Va sarig'imiz ham 2 tish dedingizmi aka, mana shu ham birinchi bolasi. Yonida bola shuniki. Mana akalar, qo'zini ham o'ta go'zal ekan. Yiltir qo'zi beribdi bolani ham. Quloqlarni ham qo'ylarini ham o'ta go'zal shalpon qulog'idan ekan akalar. Xudo xolasa mana onalari ham o'ta go'zal. Kimga qiziq bo'lsa akalar, ekrandan nomerga bemalol aloqa chiqarasizlar. Aytilgan narxlardan o'tib beradigan joyi bor, xayr sunnatiga. Bemalol aloqaga chiqarasizlar akalar.